Darslar bilan unit 3 ni ko'rib chiqamiz. Communication and technology. Demak, birinchi o'rinda mana shu so'zlar yodlashimiz kerak. Communication and technology degani aloqa va texnologiya. Message xabar, app ilova, ya'ni application deyiladi. App deb qisqa holatda aytiladi. Laptop, notebook degani, tablet degani planshet, headphones degani naushniklar degani. Screen ekran, charger zaryadnik degani, software dastur, social media ijtimoiy tarmoq, gadget qurilma, button tugma, connection aloqa, network tarmoq, turn off o'chirmoq, backup nusxa ko'chirmoq, edit tahrirlamoq, attach ilova qilmoq. Send yubormoq, receive qabul qilmoq, charge quvvatlamoq, download ya'ni internetdan yuklab olmoq, upload internetga yuklamoq, type yozmoq, click bosmoq, share ulashmoq, save saqlamoq, watch tomosha qilmoq, search qidirmoq, update yangilamoq, install o'rnatmoq, print chop etmoq, delete o'chirmoq, reply javob bermoq, login tizimga kirmoq. Keyingisini ko'rib chiqamiz. Demak, bizda mana birinchi readinglarimizni ko'rib chiqamiz. Endi bizda readingda shunaqangi belgilar beriladi va mana shularga qarab biz bu yerda nima so'ralayotganini topamiz. Misol uchun, what does this message mean? Bu mana shu xabarda nima deyilyapti senda deb aytyapti-da. Demak, please turn off your mobile phone. Iltimos, turn off degan o'chirib qo'ying. Your mobile phone, telefoningizni o'chirib qo'ying deb aytyapti. Demak, biz mana shu eslatmaga qarab nima so'ralayotganini topishimiz kerak bu yerdan. A. Put your phone on the table. Telefoningni stolni ustiga qo'y deb aytyapti. B. Switch off your phone. Telefoningni switch off bilan turn off ikkalasi sinonim. Ya'ni switch off desak ham bo'ladi, yoki turn off desak ham bo'ladi. Telefoningni o'chirib qo'y deb aytyapti. C. Send a message during the meeting. During degan davomida, during the meeting, ya'ni yig'ilish davomida, yig'ilish bo'layotgan paytda xabar jo'nat deb aytyapti. Qaysi birini belgilashni o'zingiz hal qilasiz. Keyingisi, demak biz mana bu nimaga qaraymiz. Nima ko'rinyapti bizda? Wi-Fi is available. Available degani mavjud, bor degani. Wi-Fi is available in all areas of this cafe. Ya'ni bu kafeni hamma hududlarida, area degan hududlarida, hamma hududlarida Wi-Fi mavjud, available bor, mavjud degani. Demak, topamiz. A. You can connect to the internet here. Sen connect ulanay olasan to the internet here. Internetga bu yerda sen ulana olasan. B. You must pay for Wi-Fi. Sen Wi-Fi uchun to'lov qilishing shart, majbur deb aytyapti. C. Wi-Fi is not working. Wi-Fi bu yerda ishlamayapti deb aytyapti. Qaysi birini tanlashni o'zingiz hal qilasiz. Keyingisi, don't share your password with anyone. Hech kim bilan o'zingni kodingni hech kim bilan ulashma deb aytyapti. Password bilamiz, kodingni hech kim bilan ulashma deb aytyapti. A. Keeping your password private. Ya'ni keep saqlamoq, your password parolingni private, shaxs, demak faqat o'zingda saqla deb aytyapti-da. O'zingda faqat saqla. B. Writing down your password. Ya'ni passwordingni, parolingni yoz deb aytyapti.
C. Giving your password to a friend. Biron bir do'stingga parolingni ber deb aytyapti. To'rtni qaraymiz. What does this notice tell you? Nima deb aytyapti senga? Attention. Bilasiz, attention degan diqqat deb aytyapti. Important reminder. Important muhim degani, reminder eslatma degani. The computer lab is open from 9 a.m. to 5 p.m. Aytgan mana am ertalabki vaqt, PM esa obeddan keyingi vaqt. Demak aytyapti diqqat, muhim eslatma, kompyuter laboratoriyasi ochiq bo'ladi 9 dan 5 gacha. Demak qaraymiz. A. When the lab is closed. Laboratoriya qachon yopilishi haqida aytilgan deb aytyapti. B. The lab has free computers. Laboratoriya besplatniy tekin kompyuterlari bor yoki bo'sh kompyuterlari bor degan ma'noda. C. The opening hours of the lab. Ya'ni laboratoriyani ochilish soatlari berilgan demoqchi. Qaysi birini belgilash o'zingizga bog'liq. Endi keyingisini ko'ramiz. Definitionlarni topishimiz kerak ekan. Definition degan ma'nolarini topishimiz kerak ekan. Demak, qaraymiz. What is a smartphone? Smartphone nima deb so'rayapti. Biz smartphone nima degani deb so'rayapti. A phone that can only make calls. Demak, telefon qo'ng'iroq qilsa, make calls degani, make calls. Telefon birovga qo'ng'iroq qilish, faqatgina qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan telefon deb aytyapti. B. A phone, telefon with advanced features like apps and internet. Ya'ni telefon deb aytyapti, rivojlangan xususiyatlari bilan birga, ya'ni misol uchun applari bor ichida, prilojeniyalari bor va interneti bor deb aytyapti. Applar bilasizlar, mana o'zbekchasiga prilojeniya degani xullas nimalarda mana applar bor-ku, dasturlar va internetlari, xususiyatlari bor telefon deb aytyapti. C. A phone without a screen. Ya'ni telefon screensiz, ekransiz telefon deb aytyapti. Qaysi biri bo'lishi mumkin? O'zi smartphone deganda o'sha bilsak bo'ladi. Qaysi bir to'g'ri, faqatgina smartfonda faqatgina telefon qila olamizmi? Qo'ng'iroqlar amalga oshira olamizmi? Yo screensiz, ekransiz telefon bo'lishi mumkinmi? Yoki rivojlangan xususiyatlarga ega bo'lgan, ya'ni applari va internetga bilan mavjud bo'lgan fonmi? 7. What is a keyboard? Keyboard nima degani deb aytyapti. Endi A device for typing on a computer. Demak, kompyuterda type qilish uchun qurilma deb aytyapti. Type pechat qilish degandek, pechat qilish degan ma'noda. B. A screen for watching videos. Ya'ni videolar ko'rish uchun screen, ekran deb aytyapti. C. A cable for charging. Ya'ni nima qilish uchun, zaryadka qilish uchun, cable degani kabel degani. Ya'ni kabel o'zbekchasiga bilmayman, kabel degan mana nimasida, kabeli. 8. What does text message mean? Ya'ni text message nima degani, nimani anglatadi deb aytyapti. A picture sent by email. Ya'ni email orqali jo'natilgan rasm deb aytyapti, bitta rasm deb aytyapti. B. A phone call to someone. Kimgadir qilingan qo'ng'iroq deb aytyapti. C. A written message sent through a phone. Ya'ni telefon orqali yozilib jo'natilgan xabar deb aytyapti. Qaysi biri text message deyiladi? O'zi text message nima degani? Text degani, tekst degani, matn degani, message degani esa xabar degan ma'noni anglatadi.
Demak, mana yerda ham keyboardni aytib o'tdim sizlarga. Keyboard o'zi nima degani avval bilishimiz kerakda. Keyboard degani bu klaviatura deyiladi, bolalar. Demak, klaviatura bosadigan knopkalari bor-ku, o'sha keyboard deyiladi. Bu narsa mana pianinoda ham bor, kompyuterda ham bor. Keyingisini ko'rib chiqamiz endi. Endi 9-ni ko'ramiz. What is Wi-Fi? Wi-Fi nima degani deb aytyapti. A type of mobile phone. Bolalar, o'zi a type of degani biron narsani bir turi, nimanidir bir turi degan ma'noni bildiradi. Misol uchun, a type of mobile phone, telefonning deb aytyapti bir turi. O'zi mobile phone, mobile degan yuradigan deganda, ya'ni simsiz degan ma'no, xuddi olib yursa bo'ladigan degan ma'noni bildiradi. Demak, biz hozir hammamiz mobile phone ishlatamiz-da. Fonni ham turlari bor. Masalan, uyda turadigan mobile bo'lmagan fonlar ham bor-da, uydagi telefon. Mobile phone esa biz ishlatadigan, biz olib yuradigan telefonlar mobile phone deyiladi. A type of mobile phone, telefonning bir turi. A type of deb misol uchun любой narsani turini aytsak bo'ladi. A type of misol uchun a type of house, uyning bir turi. A type of flower, biron bir flowerning bir turi. Xuddi shunaqa qilib aytishimiz mumkin. Biron narsaning bir turi. Bu yerda mobile phonening turi. B. Wireless internet connection. Wireless degani simsiz degan. Simsiz. Internet connection degani internet aloqa. Simsiz internet aloqasi deb aytadi. Boyagi kabel deganimizni ham sim desak bo'ladi aytmoqchi. Sim desak bo'ladi. C. A password for your computer. Kompyutering uchun parol deb aytyapti. Qaysi biri to'g'ri keladi? Demak, endi 10ni ko'ramiz. What is an email? Email nima degani deb aytyapti. Endi E'ni qaraymiz. A digital letter sent online. Ya'ni a digital degan raqamli degani. Raqamli letter degani, ya'ni biz kompyuterda, telefon orqali yozib jo'natadigan xabarlarimiz digital letter deyiladi. A digital letter sent online. Online jo'natilgan raqamli xat. O'zi emailni ma'nosi mail, xat, xabar. Degan electronic degan. Electronic email. Ya'ni electronic mail degani elektron xabar degan ma'noni bildiradi. B. A phone message, ya'ni telefon xabari degani. C. A printed letter, ya'ni yozilgan, pechat qilingan xat deb aytyapti. Demak, qaysi biri bo'lishini o'zingiz topasiz. Demak, keyingisi endi aytyapti understand the functional purpose of an exchange. Demak, senga biron bir mana misol uchun savol beriladi yoki gap beriladi, davomini sen top deb aytyapti. Misol uchun, did you send the email? Emailni sen jo'natdingmi deb aytyapti. Emailni sen jo'natdingmi deb aytyapti. Birinchi o'rinda bolalar qaraymiz. Bizda savol qanday kelinganini ko'rib chiqamiz. Did bilan savol beryapti. Did bilan, bu o'tgan zamon, ko'ryapsizmi? Mana shu did bilan savol berildimi, sraz biz bni chiqarib yuboramiz. Chunki bizda did bilan savol berayotganda don't bilan javob bera olmaymiz. Endi men sizga o'tgan safar aytgandim, sizga mana shunday yordamchi fe'llar bilan savol keldimi? U savollar nima talab qiladi? Qisqa savol javoblar talab qiladi. Yes no javob talab qiladi dedim. Demak, yes no javob qilsa, demak biz sразу nimani chiqarib tashlaymiz? Buni chiqarib tashlaymiz. Chunki biz yes no topishimiz kerak. Tarjima qilmasdan ham biz to'g'ri javob topishimiz mumkin. Endi bizda aytyapti where is your phone charger? Ya'ni telefoningning zaryadkasi qayerda deb aytyapti-da. Bolalar, where degan savolga where deb aniq javob berilishi kerak. Ularga yes no javob bo'lmaydi. Demak, biz
maxsus so'roq savollariga qisqa javob bermaymiz. Shuning uchun yo buni tanlashimiz kerak, yo buni tanlashimiz kerak. Where is your phone charger? Ya'ni telefoningning zaryadkasi qayerda? Demak, zaryadka deb aytyapti bizga. A. They are on the table. Ular stolning ustida. B. It is on the desk. U partaning ustida. Qaysi birini tanlaymiz? Endi 13. Did you update the software on your computer? Update degani yangilamoq degani, versiyasini yangilamoq degani. Did deb javob beryapti, ko'ryapsizmi? Sen deb aytyapti, kompyuteringdagi programmani, software degan programmani yangiladingmi deb aytyapti. Endi ida o'qiyapman. Javob berishimiz kerak-da. I already bought it. Men allaqachon uni sotib oldim. B. It is broken. U nima qilingan, singan, buzilgan deb aytyapti. No, I didn't deb beryapti. Yo'q deb aytyapti. Endi aytinglar bolalar. Did bilan savol beryapmiz. Biz nima talab qiladi bizga? Bizga yes no javob talab qiladi. Shuni bilsak bo'ladi. Demak, keyingisini ko'ramiz. Is your Wi-Fi working now? Seni Wi-Fi ishlayaptimi? Hozir deb aytyapti-da. Is your Wi-Fi working now? Seni Wi-Fi ishlayaptimi? Is bilan savol beryapti. Yes no javob talab qiladi demak. Demak, biz nima qilyapti? Mana bu chiqib ketadi. Demak, yo A yo B. Yes, ha. It is fast now. U hozir tez ishlayapti degan ma'noda kelyapti. Keyingisi no, I don't have time. Meni vaqtim yo'q deb aytyapti. Demak, qaysi javobni tanlashni o'zingiz bilasiz. 15. Can you turn off your Bluetooth? Ya'ni Bluetooth'ni o'chirib qo'ya olasanmi? Turn off o'chirib qo'ya olasanmi deb aytyapti. A. Sure, albatta, I will do that. Mayli, o'chirib qo'yaman deb aytyapti. B. No, I turned off the light. Yo'q, men deb aytyapti, svetni o'chirib qo'ydim deb aytyapti. C. It's a good idea. Bu yaxshi g'oya deb aytyapti. Qaysi birini tanlashni o'zingiz bilasiz. Endi bizda mana endi sentence with multiple choice gap fill questions. Demak, gap fill degan, o'zi gap degan bo'sh joy. Ya'ni mana bu gap deyiladi. Mana bu bo'sh joy gap. Fill esa to'ldirish degani bolalar. Fill to'ldirish, ichini birontasi bilan to'ldirasiz-da, yo buni qo'yib to'ldirasiz. Gap fill degani shu degani. Question savol. Multiple choice degani o'zi vыбор, tanlov, choice tanlov degani. Multiple esa ko'p tanlov. Ya'ni 4 ta 5 ta senga yoki 2 ta 3 ta javob beriladi, to'g'ri javob beriladi. Umuman javob beriladi, orasida to'g'risini tanlab olasan. Demak, birinchisida qaraymiz. Identify the appropriate vocabulary or grammatical option. Ya'ni kerak bo'lgan, mos kelgan vocabularyni, nimani, lug'atni, so'zni yoki grammatika tanlovini qo'yasan deb aytyapti. I a letter to my friend at the moment. Men bitta xat do'stimga ayni damda nima qilyapman? Demak, yozmoq haqida gap ketyapti. Yozmoq haqida gap ketyapti. Men yozyapman, ayni damda bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Ko'ramiz bolalar. A. Am writing. Men yozyapman. Are writing. Yozmoq, yozyapman deganmanda. Endi grammatik tomondan ko'rib chiqamiz. I uchun are qo'ya olamizmi? At the moment deb aytadi, present continuous da kelyapti. At the moment ishlatgan paytda writingni o'zi ega bilan moslashishi mumkinmi? Qaysi biri to'g'ri keladi? I uchun qaysi biri to'g'ri keladi? Endi 17 ni ko'ramiz. She an interesting novel these days. Demak, shu kunlarda degan ma'noni, shu kunlarda degan gapni o'zi bizga shu kunlarda bo'layotgan ish harakatni bildiradi. Demak, qaraymiz. Sразу qaraymiz. She an interesting novel these days. Bu u shu kunlarda qiziqarli bitta asar o'qiyapti degan ma'noni bildirishimiz kerak.
Demak, yana qaraymiz, shu kunlarda degan so'z was reading bilan to'g'ri keladimi? O'qiyotgan edi deb aytishimiz uchun. Readingni o'zi she bilan moslashadimi? Is reading moslashadimi this days bilan? Qaysi biri to'g'ri keladi? Demak, bizda o'zimiz уже sразу bilamiz, shu kunlarda degan narsa davom etayotgan narsani bildiradi. Tanlab olamiz o'zimiz to'g'ri javobni. Keyingisi, he a new mouse for his computer now because the old one is too qolib ketibdi. Demak, small deganmi, nimadir degan. U yangi bitta sichqoncha sotib olmoq deb aytyapti kompyuteriga hozir. Chunki eskisi juda ham small, balkim nimadir. Eskisi yo'q, kichkinami nimadir deb aytyapti. Now deb berilyapti bolalar. Now hozir deb aytyapti. Hozir degan joyga bot ishlata olamizmi? Sotib oldi. His bot ham sotib oldi, olgan. Bu bot bo'lish uchun aniq o'tgan zamonda bitta ish harakati kerak, vaqt kerak. His bot o'sha sotib olgan, vaqt ko'rsatilishi kerak emas. Is buying sotib olyapti. Qaysi birini ishlatamiz? Endi 19ni qaraymiz. My internet is not working. Meni internetim ishlamayapti. I need to check the. Men tekshirishim kerak. Nimani tekshirishim kerak? Demak, A keyboard, ya'ni klaviaturani tekshirishim kerakmi? B headphones, ya'ni quloqchinlarimni tekshiramanmi? C balance. Balance degani bilasizmi? Balansini tekshirish kerak, ya'ni ichida puli yetarlimi yo yo'qmi, yoki internet masalan megabaytlari bormi yo'qmi degan ma'noda. Balans degani endi pul jihatdan ham aytilishi mumkin, yoki o'sha yerdagi mavjud bo'lgan megabaytlarni tekshirish ham deyiladi. 20. To watch the video. Demak, videoni ko'rish uchun, to watch the video, videoni ko'rish uchun click on the button. Bos on the button. Qanaqangi tugmani bos, qanaqangi button tugma degan ma'noda klaviaturani qaysi birini bosishimiz kerak? Play deb bosishimiz kerakmi? Play deganda bilasizlar, play deb bossangiz nima bo'ladi? B send, ya'ni nimandir jo'natishni bosasizmi? C call, ya'ni qo'ng'iroq qilish tugmasini bosasizmi? Qaysi birini bosasiz? Play demi, send nimi, call nimi? Endi ko'rib chiqamiz mana bu yerda. Boyagidek gap filling va multiple choice questionlar ekan, ya'ni using technology for communication. Aloqa uchun, gaplashish uchun texnologiyani ishlatish. Communication aloqa degani. Demak, hozir bir daqiqa. Demak, qaraymiz. Aloqa uchun, xabarlashish uchun, gaplashish uchun texnologiyani ishlatish. Endi qaraymiz. I use my smartphone every day to stay in touch with my friends and family. Demak, stay in touch degani bir-biri bilan aloqa qilib turish uchun degan ma'noda. Tushunarli? Stay in touch, gaplashib turish uchun, aloqa qilib turish uchun degan ma'noda. Men deb aytyapti, ishlataman. Men ishlataman, use ishlataman, my smartphone every day, har kun smartfonimni ishlataman, telefonimni. To stay in touch with my friends and family. Do'stlarim va oilam bilan aloqada bo'lib turish uchun men telefonimni har kun ishlataman. I always send messages on a chat. Men har doim send messages, ya'ni xabarlar jo'nataman on a chat. Qanaqangi, qayerda jo'nataman? On a chat. Demak, qaraymiz. 21. App boyaga aytganday application dedik-ku.
ya'ni application o'zbekchasiga ayta olmadim. Applicationda masalan telefondagi mana bu nimalar borki, Instagram, Facebook, ana shular hammasi application deyiladi-da. Tok gaplashish, email, ya'ni chat appga jo'natasizmi? Xabarlarni chat tokga jo'natasizmi yoki chat emailga jo'natasizmi? Which makes it easy to talk to people. Qaysiki deb aytyapti? Odamlar bilan gaplashishni oson qiladigan deb aytyapti. Qaysi biri bo'ladi? Appga jo'natasizmi? Tokga jo'natasizmi? Emailga jo'natasizmi? I also like to use social media. Bundan tashqari, men yaxshi ko'raman ishlatishni social mediani, ya'ni ijtimoiy tarmoqni ishlatishni yaxshi ko'raman. To share photos, ya'ni rasmlarimni ulashish uchun, and my friends posts, rasmlarni ulashishni yaxshi ko'raman ijtimoiy tarmoqda. Va do'stlarimning postlarini nima qilasiz? Call qilasizmi? Read qilasizmi yo open qilasizmi? Qaysi biri bo'ladi? O'ylab ko'ring. Do'stlaringizni postini call qilasizmi? Read qilasizmi? Open qilasizmi? Keyingisi, when I want to relax, men dam olmoqchi bo'lsam, or concentrate yoki concentrate degani diqqatimni bir joyga yig'moqchi bo'lsam, I listen classical music. Men tinglayman, klassik musiqasini tinglayman. Bolalar eslaringda bo'lsin shu narsa. Mana bu listen degan fe'l hech qachon tusiz kelmaydi. Qonuniyati bo'yicha u har doim tu bilan birga keladi. Yopishib qolgan. Tushunarlimi? Inson boshsiz, qo'lsiz bo'lmaydi-yu, yoki ko'zsiz bo'lmaydi. Xuddi shunday listen qayerga borsa, o'zidan keyin tu olib boradi. Hech qachon esingdan chiqmasin. Bu joyini aytib qo'ydim o'zim. Endi keyingisi, for work or study, ishlash uchun yoki dars qilish uchun, I use my laptop. Men notebookimni ishlataman deb aytyapti-da. Nimadir helps, menga yordam beradi. Me join online meetings without any trouble. Trouble degani muammosiz menga online mitinglarga qo'shilishga yordam beradi. Nima yordam beradi? 24. Which bo'ladimi? Who bo'ladimi? Where bo'ladimi? Bolalar qaranglar. Endi bu narsani sizlar o'tganmisizlar, bunaqangi levelda bilmayman, lekin mana shu yerdan biz bilib olsak bo'ladi. Qaranglar bolalar. Which narsaga nisbatan, who insonga nisbatan, where joyga nisbatan ishlatiladi, to'g'rimi? Demak, biz aytamiz, I use my laptop, men telefon, kompyuterimni, notebookimni ishlataman. Qaysikimi, kimkimi, qayerdakimi yordam beradi menga mitinglarni muammosiz ishlatishga. Men nima haqida gapiryapman? Inson haqidami, joy haqidami, narsa haqidami? Qaysi biri bo'ladi? Keyingisi, if I need to talk to someone, agar men biron bir inson bilan gaplashishim kerak bo'lsa, while walking or working, demak, sayr qilayotganimda yoki ishlayotganimda kimdir bilan gaplashishim kerak bo'lsa, I use my wireless, men ishlataman simsiz nimadarimni. So, shuning uchun shunday qilib, I don't need to hold my phone in my hand. Demak, men telefonimni deb aytyapti, qo'limda ishlatishim shart bo'lmaydi deb aytyapti. Demak, nima? Simsiz nimangizni ishlatasiz? Cellphoningiznimi? Cellphone degani o'sha mobile phone bilan bir xil narsa qilasiz. Shoes, telefoningizni ishlatasizmi? Oyoq kiyimingizni ishlatasizmi? Headphones, quloqchingizni ishlatasizmi? Qaysi birini ishlatasiz? Simsiz cellphoningizni ishlatasizmi? Shoesingizni ishlatasizmi yoki quloqchingizni ishlatasizmi? Endi multiple choice questionlar bor ekan. Bunda ko'ramiz, qarang. Hozir
multiple choice ekan bolalar. Bu yerda endi gap filling yo'q, bo'sh joylarni to'ldirish yo'q. Faqatgina biz tekstni o'qib, nechtadir javob berilganini, to'g'ri javoblarni topishimiz kerak bo'ladi. Demak, qaraymiz. Bizda aytyapti, birinchi o'rinda understand a detail, ya'ni detalni tushun deb aytyapti. Ya'ni detalni degani, detallariga e'tibor ber degani, har bir narsasiga sinchiklab e'tibor ber deb aytyapti. Qaraymiz. Emma uses technology every day. Emma texnologiyani har kuni ishlatadi. Demak, technology degan ma'noda texnologiyaga biz hamma narsani ishlatsak bo'ladi. Основной technology bizda hozirda eng dolzarbi bu notebook bilan mobile fonlarimiz bo'lsa kerak. Demak, Emma uses technology every day. Emma texnologiyani har doim ishlatadi. And it helps, va u yordam beradi unga, it helps her, unga yordam beradi with various tasks, unga har xil ishlarni bajarishga yordam beradi. Various degan different degan so'z bilan sinonim bo'ladi. Har xil tasklarda, ishlarda yordam beradi. In the morning, ertalab, she starts, u boshlaydi, her day, o'zini kunini boshlaydi, by checking her emails on her laptop. Ya'ni u o'zini notebookdagi kelgan xabarlarni tekshirish bilan boshlaydi. Demak, u nima qilar ekan? Emma har kun texnologiya ishlatar ekan, unga har xil ishlarni bajarishda yordam berar ekan. Ertalablari u boshlaydi o'zini notebookdagi emaillarni tekshirish bilan boshlar ekan. She likes to stay updated. Stay updated degan xabardor bo'lib degani. Hamma narsa xabardor bo'lish degani. U yaxshi ko'radi xabardor bo'lishni, with the latest news, eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni yaxshi ko'radi. And important messages before beginning her work. Ishini boshlashdan oldin u muhim xabarlar haqida va yangiliklar haqida xabardor bo'lib turishni yaxshi ko'radi. During the day, kun davomida, she uses her smartphone for different activities. Kun davomida u ishlatadi o'zini smartfonini for different activities, ya'ni har xil ishlar uchun smartfonini ishlatadi. Including sending messages, including degan ma'no for example degan ma'noda keladi. For example degan ma'noda o'z ichiga oladi deb o'tirmaymizda hozir. O'zi include degan o'z ichiga olish degani. Biz endi for example, misol uchun sending messages to her friends and colleagues, ya'ni u do'stlariga va hamkasblariga xatlarni jo'natadi deb aytyapti. After having lunch, obed qilib bo'lganidan so'ng, she usually enjoys taking photos of her surroundings whenever something interesting catches her eye. Ya'ni aytyapti, obed qilib bo'lgandan keyin she usually, u odatda yaxshi ko'radi, mazza qiladi rasmlarni olishni, atrofidagilar, atrof muhit degan, atrofidagi narsalarni rasmini olishni yaxshi ko'radi. Whenever something interesting catches her eye, nima uni ko'ziga jozibador bo'lib ko'rinsa, shuni qachonki ko'rinsa, nimadir qiziqtirib qolsa deb aytyapti, o'shanda u rasm olishni yaxshi ko'radi. In the evening, kechqurun, when she has some free time, ya'ni uning biroz vaqti bo'lganida, she watches videos online. U online videolarni ko'radi. She usually uses her tablet. U odatda ishlatadi planshetini to enjoy, mazza qilish uchun. Nimadan mazza qilish uchun? Favorite shows, nimadan mazza qiladi? Eng yaxshi ko'rgan shoularni ko'rishdi yoki discover new content, ya'ni bironta bir yangi ma'lumotga
ma'lumotni ega bo'lish uchun, discover bu yerda kashf qilish uchun deyiladi, bilish uchun degan ma'noda aytsak bo'ladi. Emma finds that technology makes her life easier. Ya'ni Emma finds degan ma'noda, finds degani bitta think degan ma'no, o'ylamoq degan ma'noni sinonimi, ya'ni balandroq levelda. Masalan, Emma thinks that technology makes her life easier and more enjoyable. Emma o'ylaydiki, texnologiya uni hayotni osonroq, more enjoyable, yanada mazali, bunday yorqinroq, maza qiladigan qilib ko'rsatadi. And she is always looking for ways to improve how she uses her devices. Qarang, findsni men think dedim-ku, o'ylamoq. O'sha bilan 100% sinonimga keladi. Finds bitta topadi degan ma'noni kelmaydi. Tushunarli-a? Emma o'ylaydiki, texnologiya uni hayotini osonroq va yorqinroq qilib ko'rsatadi. She is always look for izlamoq. U har doim izlaydi. For ways to improve. Demak, improve degani yaxshilash yo'llarini harakat qiladi, izlab topishga. How she uses her devices. U o'zi qurilmalarini qanday qilib ishlatganda yaxshiroq darajalarni topishga harakat qiladi. Whether for work or leisure, ish uchunmi yo dam olish uchunmi, Emma relies on her gadgets to keep her connected and entertained. Ya'ni deb aytyapti, ishgami yo dam olish uchun farqi yo'q deb aytyapti. Emma relies degan har doim yondashadi, ya'ni yondashadi nima shu qurilmalariga. To keep her connected degani bog'lanib turish uchun, entertained degani ya'ni maza qilish uchun, ko'ngli ochish uchun deb aytyapti. Har doim o'sha qurilmalariga yondashadi, ya'ni o'shalardan foydalanadi deb aytyapti. Demak, endi biz ko'rib chiqamiz nima haqida edi. Bizga asosan shu Emmani kundalik kun davomida texnologiyani qanchalik nima uchun ishlatganini ko'rib chiqdik. Endi qaraymiz. What does Emma do in the morning? Emma deb aytyapti, ertalablari nima qiladi deb aytyapti. Bizda javobimiz bor edi. Ertalablari nima qilar edi Emma? Mana. In the morning, she starts her day by checking her emails on her laptop. U ertalablari emaillarni nima qilar edi? Tekshirar edi. To'g'rimi? Endi biz to'g'ri javobni ko'ramiz. A. Watches videos. Video tomosha qiladi. C. Check her emails. Emaillarni tekshiradi. C. Take photos. Fotolar oladi deb aytyapti. Qaysi birini tanlaymiz? What does Emma use to send messages? Demak, xat jo'natish uchun u nimadan foydalanadi? Ya'ni laptopidanmi, ya'ni notebookidanmi? B. Her smartphone ishlatadimi? Her tablet, ya'ni planshetini ishlatadimi? Demak, biz tekshiramiz, nimani ishlatar edi u. Demak, qaraymiz. During the day, kun davomida, she uses smartphone for different activities. Har xil ish uchun smartphone ishlatadi, including misol uchun sending message to her friends and colleagues, ya'ni do'stlariga xabarlar yoki do'stlarga va kollegalariga xabar jo'natish uchun. Kollega degani bolalar hamkasb degan ma'noni bildiradi. What does Emma use in the evening? Emma kechqurun nima ishlatadi? Planshetmi? Notebookmi? Smartfonmi? Demak, evening topamiz bolalar. Evening topamiz. Where is evening? Demak, in the evening, when she has some free time, bo'sh bo'lgan vaqtida, she watches videos online. U online videolar ko'radi. She usually u odatda ishlatadi o'zini tabletini, ya'ni planshetini ishlatadi maza qilish uchun deb aytyapti. Demak, nimasini ishlatar ekan? Tabletinimi, laptopinimi, smartfonini? When does Emma take photos? Emma qachon rasmga tushiradi? Qachon rasmga oladi? In the morningmi? In the afternoonmi? In the eveningmi?
qani tekshirib ko'raychi. Demak, taking photos haqida. After having lunch, obed qilib bo'lgandan keyin, she usually enjoys taking photos of her surroundings whenever something interesting catches her eye. Demak, qachon olar ekan? Demak, ko'ramiz. In the morningmi, in the afternoonmi yoki in the eveningmi? Belgilaysizlar o'zlaring. How does Emma watch videos? Emma videolarni qanday tomosha qiladi? On her smartphone-mi? On her tablet-mi yo on her laptop-mi? Qanday boya aytib hozir o'qidik-a? Mana. Hozir. In the evening when she has some free time, she watches video online. She usually use her tablet to enjoy her favorite shows or discover new content. Demak, hozir savol nima edi? Videolarni nimada tomosha qilardi? Demak, keyingisi yana xuddi shunaqangi savol ekan. Detalni tushunishimiz kerak ekan. Qaraymiz. David aytibdi, I just bought a new smartphone. Hozirgina men yangi smartfon sotib oldim. And it is much better than my old one. Meni eskimga qaraganda yaxshiroq ekan, yanada yaxshiroq ekan deb aytibdi. The camera takes clear pictures. Kamerasi rasmlarni tiniq oladi deb aytibdi. Clear, aniq, yaqqol, shaffof degani. And the battery lasts all day. Last degan o'zi davom etadi. Batareykasi uzoq davom etadi. Ya'ni uzoqqa yetadi demoqchi. Which is really helpful. Judayam menga bu yordam beradi. I use my phone. Men ishlataman telefonimni to communicate with my friends and the family. Ya'ni do'stlarim bilan va oilam bilan gaplashish uchun men telefonimni ishlataman. And also to work, va buni tashqari ishlash uchun when I am away from my, ya'ni men qayerdan uzoqda bo'lganimda, away from my kompyuterimdan uzoqda bo'lganimda. It helps me. U menga yordam beradi. It helps me stay connected. U menga yordam beradi aloqada bo'lib turishga. And do things quickly. Narsalarni tez bajarishga yordam beradi. And I'm really happy with my purchase. Purchase degan xarid degan. Va men juda ham xaridimdan xursandman deb aytyapti. Endi David haqida gapiryapti bu yerda. Endi srazu bolalar javoblarini ko'rib ketsak bo'ladi. 1. Who uses their agar o'zi uzoq davom etib o'qib, keyin javob izlashimiz shart emas. Ozgina o'qib, srazu javoblar topib ketaversak ham bo'ladi. Who uses their new smartphone to talk to friends and family? Do'stlari va oilasi bilan gaplashish uchun kim yangi smartfonni ishlatadi? Sarami, Alexmi, Davidmi deb aytyapti. Biz hozir kim haqida gapirdik? Endi who thinks their new devices is light and fast? Kim o'ylaydi yangi qurilmani yengil va tez ishlaydi deb kim o'ylaydi deb aytyapti. Demak, ko'ramiz. Misol uchun, it helps me stay connected and do things quickly and I'm really happy with my purchase. Demak, yana ko'ramiz, balkim boshqa joyda ham javob chiqib qolar. Sara, I recently got a new laptop. Yaqinda men yangi notebook sotib oldim. And I really liked it. Men juda ham yaxshi ko'rdim. Menga yoqdi deb aytadi. It is not heavy. U og'ir emas deb aytadi. Ko'ryapsizmi? Og'ir emas. Og'ir emas degan light degani, yengil degani. Fast, tez ishlaydi, fast. And has a large screen, ya'ni katta ekrani bor. Which makes it perfect for work and watching films. Qaysi deb aytyapti, ishlashga va kinolar ko'rishga ajoyib deb aytyapti.
The battery lasts, batareykasi demak uzoqqa yetadi, a long time, uzoqqa yetadi. Shuning uchun I can use it for hours without charging. Zaryadka qilmasdan, men uni without zaryadka qilmasdan soatlar davomida, necha soatlar davomida ishlata olaman. It's my favorite device. U meni eng yaxshi ko'rgan qurilmam. For everything, hamma narsa uchun. I need, menga nima kerak bo'lsa hammasi uchun ishlatishga imkon beruvchi eng yaxshi ko'rgan qurilmam. And I use it every day for work and fun. Men uni ishlash uchun va ko'ngil xush, entertain degan so'z ishlatdik boya, mazza qilish uchun men uni har kuni ishlataman. Demak, who thinks the new device is light and fast? Kim bu yerda aytyapti? Kim aytdi bizga, to'g'rimi? Endi keyingi javobni ko'ramiz. Who enjoys using the new device to watch movies? Kinolar ko'rish uchun yangi nimasini, kino ko'rish uchun yangi qurilmadan ishlatishda kim yaxshi ko'radi deb aytyapti, ko'ramiz. Alex, I bought a new tablet. Ya'ni men yangi planshet sotib oldim. And it's great for reading books. U deb aytyapti, kitoblar o'qish uchun ajoyib. And using the internet va internet ishlatish uchun ham. It's small and easy to carry. U kichkina va deb aytib ko'tarib yurish uchun oson deb aytyapti. Shuning uchun I can take it anywhere. Любой joyga, ko'ryapsiz, mana любой degan so'z o'rgatdim-ku. Men uni любой joyga o'zim bilan olib yuboraman. Xohlagan joyimga olib yuraman. I use it to check my email. Men uni email ishlatish uchun, tekshirish uchun, xabarlarni tekshirish uchun ishlataman. Watch videos, kinolar ko'rish uchun ishlataman deb aytyapti. And converse with my friends. Converse degani bo'lar, communicate with my friends degan ma'noni sinonimi bo'ladi. Converse, do'stlarim bilan muloqot qilish uchun ishlataman. Communicate bilan sinonim bo'ladi. It's perfect for when I need something portable. Bolalar, portable degan ko'tarib yurishga qulay degani. Easy to carry degani. Easy to carry ni bitta so'zni portable deb bergan. Easy to carry pastroq daraja, portable yuqoriroq daraja. Mana shu 3 ta so'zni bitta qilib aytgan. I need something portable. Menga kerak nimadir ko'tarib yurishga qulay bo'lish kerak. And easy to use, va ishlatishga oson bo'lishi kerak. And I take it with me everywhere. Men uni deb aytyapti, xohlagan joyimga olib yuborish uchun deb aytyapti. Endi kim videolar ko'rardi bolalar? Orada kim maza qiladi? Watch video qilish, movielarni kim maza qiladi ko'rishga? Sarami, Alexmi, Davidmi? 34. Who feels their device helps them stay connected? Kim deb aytyapti? Do'stlari bilan bog'lanib turish uchun deb aytyapti. Device yordam beradi, ya'ni qurilmasi do'stlari bilan gaplashib turishga yordam beradi deb aytyapti. Qaysi biri bolalar? Orasida mana misol uchun aytyapti. I use it to check my email, watch videos and converse with my friends deb aytyapti. Ko'ryapsizmi? Demak, who uses his new device to check email, watch videos and talk to friends? Qarang, kim ishlatadi emaillarni tekshirish uchun deb aytyapti. Watch video qilish uchun, talk to friends. Uchalasi ham bitta narsada berilgani qaysi biri bolalar? Demak, orasida topamizda bolalar. Mana misol uchun hozir bitta orasida bittasi stay connected degan ma'noda keladi, bog'lanib turish uchun. Qaysi biri Sarami, Alexmi, Davidmi? Bu yerda kim ishlatadi yangi qurilmani email check qilish uchun, watch video qilish uchun, talk to friends deb aytyapti. Qaysi birida bor bolalar? Orasida mana qarang. I use it to check my email, watch videos and converse with my friends. Bu bungami? Qarang, stay connected deb beryapti mana yerda. Stay connected deb beryapti tepada. Ko'rasizda, o'zingiz qaysi bir tanlab to'g'ri kelsa o'shani bajini qo'yasiz. Endi bu ham xuddi shunaqa narsa ekan. Qaraymiz. Tom is a big fan of gadgets.
fan of, a big fan of degani bu degani muxlis degani. Tom gadjetlarning katta bir muxlisi. And he uses them every day for different purposes. Purpose degani maqsad degani. Boya different varies deganga sinonim. Ularni har xil maqsadlarda ishlatadi u. Savollar ko'rib chiqaylik bolalar bilaniga. What does Tom use to check social media? Ijtimoiy tarmoqni tekshirish uchun Tom nimani ishlatadi? His tablet, plansheti nima? B. His smartphone nima? His laptopi nima? Notebooki nima? Endi demak biz topishimiz kerak ekan. Ijtimoiy tarmoqni tekshirish uchun u nimani tekshirar ekan? Nimani ishlatar ekan? His favorite gadget is his smartphone. Uni eng yaxshi ko'rgan uskunasi uni smartfoni, which he always keeps in his pocket. Qaysiniki u har doim cho'ntagida olib yuradi. Or in his hand, yoki qo'lida. He uses his smartphone, u ishlatadi smartfonini, to check Instagram and Facebook. Instagram va Facebookni tekshirish uchun ishlatadi smartfonini. Where he can see what his friends are doing. Qayerdaki u do'stlar nima qilayotganini. And share updates about his life. Va uni o'zini hayotini yangiliklar haqida ulashib turish uchun ishlatadi deb aytyapti. Nimani ishlatadi u bolalar? Smartfonimi, tabletinimi, laptopinimi? Social media degan ijtimoiy tarmoq degan Instagram, Facebook, hamma narsa o'sha ijtimoiy tarmoq. Masalan, Odnoklassnik degani bor, Twitter degani bor, shunaqa narsalar. Tushunarli? 36 ga javob keldi deb o'ylayman. 37. What does Tom do with his laptop? Laptopida nima ish bajaradi deb aytyapti. Ya'ni u laptopida, notebookida nima bajaradi? A. Takes photos, pictures, rasmlarni oladi, rasmga oladi, rasm oladi. B. Studies online dars qiladi. C. Listens to music. Musiqa tinglaydi. Ko'ryapsizmi? Listen to bilan birga kelyapti. Listen to music, musiqa tinglaydi. Demak, qaraymiz, biz bu yerda edik, mana bu yerda edik. Another thing Tom loves about his smartphone is its camera. Ya'ni Tomni deb aytyapti, boshqa bir yaxshi ko'rgan narsasi, smartfonidagi narsasi bu shuki, its camera, ya'ni kamerasini yaxshi ko'radi. He takes lots of pictures when he goes out with friends or travels to new places. U deb aytyapti, ko'plab rasmlarga oladi deb aytyapti, do'stlari bilan yangi joylarga borsa deb aytyapti. Demak, u bu yerda laptop haqida gap kelmagan bolalar. Laptop haqida gap kelmagan, hali smartfon haqida gap ketyapti. Tom also has a laptop. Ana laptop haqida gap keldi. Ya'ni u notebooki bor, which he mostly, aksariyat holatlarda, mostly degan aksariyat holatlar ko'pincha uses for studying, dars qilish uchun ishlatar ekan. He takes online courses, u online kurslarni oladi, and watches educational videos, ta'limga doir bo'lgan ta'limiy videolarni tomosha qiladi, to improve his skills, ya'ni u o'zini mahoratlarini yuksaltirish uchun, yaxshilash uchun, improve degan yaxshilash uchun educational online videolar, kurslar tomosha qilar ekan bolalar. Qaranglar. Bizda kelyapti takes pictures, studies online, listen to music. Qaysi birini tanlaymiz? Endi birdaniga keyingi 38-savolni ko'rib olaylik. Demak, qaraymiz. How does Tom relax in the evening? Tom kechqurun qanday dam oladi? B. By studying online dars qilibmi? B. By listening to music or watching movies. U musiqa tinglab yoki kino ko'rib. C. By checking social mediani tekshiribman deb aytdi. Endi
agar prediction qiladigan bo'lsak, predict degan bashorat qiladigan bo'lsak, study onlayn qilish haqida уже gapirdik, to'g'rimi? Social mediani ertalab tekshiradi dedik. Aksi menimcha katta ehtimolli bilan B bo'ladi, lekin bu ham aniq emas. Balkim yana kelib qolar social media tekshirishi. Lekin endi men taxmin qilyapman, shunday deb. Yana bir tekshiramiz, bolalar. Qayerda edik biz? Kechqurun mana shunaqa уже in the evening degandan keyin biz monetlarni o'qib o'tirishimiz shart emas-da. Lekin mayli, o'zimiz uchun o'zi in the evening aytgan in the evening o'qib ketsak bo'ladi. Mana yoqni o'qishimiz shart emas-da. Asli shuni reading shunday qilinadi, mana yoqdan o'qish shart emas, lekin mayli biz siz uchun tarjima qilib qo'yaveramiz. The laptop, o'sha notebook is also useful for complete tugatish, finish degan ma'noni bildiradi. O'sha laptop, notebook is also foydali for completing assignments. Ya'ni o'sha ishlarni tugatish uchun. And doing research for his studies. Ya'ni studylari uchun, ta'lim uchun, o'qishi uchun, izlanish uchun yaxshi deb aytyapti. Foydali. It is a tool, bu shunaqangi qurilmaki, asbobki, that helps him to stay organized. Ya'ni organized degani qanday desam, organized o'zbekchasiga tarjimasi and productive, ya'ni u organized degani nima desam, hozir o'zbekchasiga kelmayapti-da so'zi. Organized degani and productive degani hamma narsada tayyor bo'lib turish deganda, biron narsaga emas, hamma narsada tashkillashtirilgan, hamma narsada tartibli bo'lishiga yordam beradi deb aytyapti. In the evenings, kechqurunlari, after finishing his work, ishini tugatgandan keyin, and studies, ishini va studies, ya'ni o'sha darslarini tugatib bo'lgandan keyin, Tom spends time relaxing, ya'ni u dam olib, maza qilib vaqtini sarf qiladi. He often puts on his headphones to listen to his favorite music. Ya'ni u deb aytyapti, quloqchinini taqadi. Nima uchun? Listen to, ko'ryapsizmi? Eng yaxshi ko'rgan musiqasini tinglash uchun quloqchinini taqadi. Sometimes, ba'zan, he chooses to watch a movie on his tablet. Ya'ni u movie ko'rish uchun tabletida ko'radi demoqchi. Tushunarli? Demak, уже mana bizda javob keldi. Boya katta ehtimoliy dedim-ku, уже boyaga ikkita javob chiqib ketgandi. Уже qaysi javob tanlash o'zingiz bilasiz. Endi bizni, по-моему, javobimiz kelib chiqdi bu yerda. Сразу hozir bu yerda keyingi savolni ko'ramiz. Demak, what does Tom use to take pictures? Picturelar olish uchun u nimani ishlatadi? His smartphone nima? His tablet nima? His laptop nima deb aytyapti. Demak, when does Tom listen to music? Qachon ishlatadi? O'sha javoblar kelib chiqdi, по-моему. Take pictures qilishi, listen to musicni qachon qiladi? In the morning qilmasa kerak. Lunch time qilmasa kerak, to'g'rimi bolalar? Qachon musiqa o'sha davomini o'qimasa ham bo'lar ekan bolalar. Javobi chiqib kelyapti o'sha. Demak, mayli davomini o'qib qo'yaveraylik. Endi the tablet has a big screen. O'sha nimasi, plansheti, ana katta skrini bor, ekran, making it perfect for watching films or videos. Video va filmlarni ko'rish uchun deb aytyapti, juda ham yaxshi imkoniyat. This helps him unwind after a long day. Unwind degani bolalar chalg'ish uchun, ya'ni xuddi bunday qanday desam, uzoq kundan keyin xayolini boshqa narsada qilish uchun, ya'ni ishni bir chekkaga surib entertain qilish uchun deb aytyapti.
dam olish uchun deb aytyapti, yordam beradi. Tom believes that gadgets, Tom ishonadiki, qurilmalar are not just tools, faqatgina asbob emas, uskuna emas, but also ammo yana buni tashqari a great way, eng yaxshi yo'l to connect with others, boshqalar bilan xabardor bo'lib turishni eng yaxshi usuli. Learn new things, yangi narsa o'rganish, and enjoy some entertainment, ya'ni biroz bir ko'ngilxushlik qilish, mazza qilish uchun yaxshi narsa hisoblanadi deb aytyapti. Endi bolalar, по-моему, mana bizda o'zim aytdi. Hozir aytamiz, take picture qilish uchun hozir Tom loves about his smartphone is another thing Tom loves about his smartphone is its camera. He takes a lot of pictures dedi. Ko'rdingizmi? Уже oxirdagi javoblar shart emas bo'lib qoldi-da. Keyin yana bitta nimasi listen to music qachon qiladi deb aytdi. Demak, listen to music in the evenings after finishing his work and studies. Tom spends time relaxing. He often puts on his headphones to listen to his favorite music deb aytdi. O'sha yerdan topib olsak bo'ladi, что qaysi biri to'g'ri kelishi bolalar. Menimcha tushunarli bo'ldi. Yaxshilab sizlarga daskanalni tushuntirib berdim. Yaxshilab ko'rsangiz javoblarni ham topib olasiz. O'sha endi buyog'ini javoblar ham aniq belgilab berdim deb o'ylayman. Keyingi unitda ko'rishamiz yana.